Vazni 16 kg keladigan induni ukam bilan birgalikda rulet qilib pishiramiz. Birinchi bo'lib bo'yni bilan qanotlarni ajratib olamiz. Keyingi o'rinda terisini shilib olamiz. Indugimizni terisini shilib oldik, endi go'shtni suvagidan ajratib chiqamiz. Go'shtimizni suvaklardan ajratib oldik, endi bu suvaklarni sho'rva qilamiz, bunisini pishqib beramiz. Go'shtimizni qalin salafanda marinovka qilib o'rab chiqamiz. Zira sepamiz, ta'biga ko'ra kashin-shuruk sepamiz. Bunisi limonli bo'ladi. Ruletlarimizni o'rab oldik. Endi 2 soat suvda pishirib olamiz. 4 tasi teriga o'raldi, 3 tasi terisiz bo'ldi. Soat pishirib olganimizdan keyin suzib olamiz. Go'shtni issiqligida o'rasak, yaxshi yopishadi va chiroyli chiqadi, titilib ketmaydi xudo xolasa. Pishirish salafanimizni tarang qilib o'rashimiz kerak, qattiq o'ralish kerak bo'ladi. Rulet go'shtlarimizni o'rab oldik. Endi 3 soatga muzlatgichga qo'yib olamiz. Ruletlarimiz tayyor bo'ldi. Endi buni kesib ko'ramiz. Maşallah. Go'shtimiz gulli chiqqanini ko'rasizlar. Mana son go'sht, mana to'shlar. Bu terisiz go'shtni o'zi limonga tayyorlangan. Haqiqiy oqsilga boy ruletimiz tayyor.